Kız doğdu. Aha. Kız demsiz. Balı semiz mi? Nait semiz. Kız bozkende. Arzu kılıp kilovat attım. Miguel efendi, kız gel. Benim kızım. Xudoga rahmet. Doktor, ben Santa'nın kız tug'ilganligini burilib bilgandim. Men qiyinqini patmadim. Xeyirli keş. Kızınızga ömürlük bəxt dileymi? Bu gülni maňa aýyp geldingizmi? Elbette. Başqalarning maňa gül soğuk qilishi hayatımda muşu birinci qetim. Sen o birinci qetim ana boldun da. Sizlarga köp rahmet. Canap, siz tolum etraflıq oylapsız. Men aldığınızda bəx xicil. Ayalınızga gül təqdim qılğanlığım üçün məni rənciməzsiz. Sizlər bəxtiyar er-xotinlar. Endi sizlər bir qizliq boldinglar. Demək, teximi bəxtlik boldinglar. Men sizlərdek bola alsam, armınım yoxdu. Aramanızda buzdum Beyzade. Sizge xat kepti. Francisco. Sen okup beyin. Menin ko'nglim rahmida emas. Bu xatning menga xush xabar olib kelishiga ishonmayman. O'qib begim Francisco. Janob Leoncio, bir yilning oldida men Saudi gazetida sizning e'loningizni ko'rgandim. O e'londa Qashqan qo'l Izorani tutib berguchiga 15 million liz in'om beraman degankansiz. Kameningiz o dedekning hozir nada ekanligini bilaman. Agar o dedekni zodi ko'rish niyatingiz bo'lsa, gazetga yana bir qatim e'lon chiqarib, bermoqchi bo'lgan in'omingizni 15 milliondan 20 millionga ko'tarib, shu chaqda janobingizning huzuriga yetib boraman. İsmini yazmabdimi? Yazmabdi, ismsiz xatga. Ishongusizlar bir xatqu bu. Bir yil o'tib bugunga kelganda
20 milyon. Bu az pul emas. Odatdagi bir dedekni deb shunchalar pul xashlashga arzimda. Hamma mal dunyoyim kesimi men rozi. Izorani qo'ruq yondirib kelalisizlar, qanchalik pul ketsin mayli. Biroq bu xatni yozgan odam uning nadiligini rost bilamdigan. Ya bo'lmasa u aldamchimi? Yolg'on gap qilishning uning nima foydasi? Rost deysan. Rost deysan, Fransisko. Izoraning nadiligini bildigan odam oxir tepildi. Siz ba'zida kichik bolaga o'xshab qolasiz. Ba'zida aqli yetilgan qizlardek ko'rinasiz. To'g'ri aytdingiz. Garchi nurg'un ishlar qo'limdan kelsa-mu, qo'limdan kelmaydigan ishlar yo'q emas. Xudo ko'rib turibdi, bu imkoniyatni ishga soldim. Ilgari qilgan qasmimni o'ylasam, yuzim qizdirdi. Lekin men xil xo'p kichib qoldim. Sehrimning kuchini yo'qotamaysiz. To'xtab. Qarab turing, ha? Men buningga qo'shila olmayman. Janobi Hilardodek yaxshi odamga unamamsiz. Ondaqda Losiya umrvoyat qayr qizib o'tgidekda. Men Hilardoga qarshi emas. Ammo Arvolining qizimiz bilan to'y qilishni rad qilganligiga chidab tura olmayman. Balalarım, sizlarga chin dilimdan baxt tilayman. Men bütün imkoniyatim bilan tirishib, jan qizingizni baxtli qilaman. To'ydan keyin nada turay deyapsan? Poytaxtdimi, qo'rqdimi? Singning qarshi chiqmaslar, qo'rqdi tursam ekan deyman. Shunda qilsam qo'rqning ishlarini o'zim tuta olayman. Senchi, Anita, qo'rqdi turamsan? Nerede turishimni sizlar belgilanglar, men hammaga rozi. Sizlar cho'qim baxtli bo'lasizlar. Tansa, Do'stim Hilardo, Andrata Shangvining qiziga choy ishkizish, sharpiga bo'ladigan tansa. men o qizning gapini qilib bergandingiz. Men bilan birga boramsiz. Tansiga demsiz? Uning nima yomoni bor? Men hech qanday tansiga berib baxmagan. Hamma ishning birinchi qitimliq bo'ladi-ku. Yo'q, mening bag'im yo'q. Nima ishqa? Bu yerdagilarning birisini tonimasam. Siz kimni tanıysiz? Dadamni, Mariya bilan uning erini, yana sizni tanıyman. Mushu do'ppamdek yerda turaversangiz bo'lmaydi-da. Siz texi yosh, sirtga chiqib texim ko'p odamlar bilan tanishishingiz kerak. Men o'zimga yaqindigan odamlar bilan tanishib bo'ldim. Siz tansiq zodli berib boqmagan deysiz. Bu yaxshi emas. Sirtga ko'p chiqmag'ashqimi, toza xolab ketmaydiganman qo'tam. Cho'qim bering. Hech bo'lmaganda meni murodimga yetkazing. Tansa juma kuni bo'ladi. Meni to'liq hijil qilmang. Sizga aytsam, mening tuzukroq kiyimimni yo'qtirsa, qanday baraman? Bu sizning boranmasligingizga hargiz sabab bo'lolmaydi. Qahva iching janobi Arvali, yangidan deb kirdim. Rahmat sizga. Ervila, cho'qim bering. Basingiz meni xushal qilatdingiz. Nima yangiliklar bor? Gazetga bergan e'lonining gapi. Bir necha qullarni tutish uchun berilgan in'omni yana o'stirsan-da. Ras. Bu ishni unutib qolib qilqibdi mana. E'lonni berganingga texi bir necha kun bo'pti-ku. Men gazetxoni bilan e'lonni 6 oydan keyin yana bir berishga kelishib qo'yibdi ekanman. Men hozir o qullarni tutish qiziqmas bo'lib qoldim. U ishlarning kari chog'li xazay. Hozir ko'ngil bildiginim Anita bilan pataraq to'y qilib hayotning paysini surish. E'lonni yana chiqiribdi. Yani şu e'lonmikan? Bu qitim yana pul qo'shib 20 million ko'tiribdi. Men burunla bilgan, u bizni bo'sh qo'yvatmaydi. Bu gazetdan Baba Saynaq necha nusxa kepti? So'rab baqdingmi? O'tganga o'xshash 3 nusxa. Men 2 nusxasini sotib oldim. Bir nusxasini yana shu o'tgangi odam olib ketibdi. Eliqi Andrata Shangvich. Qaranglar, o'tgankiga o'xshash e'lonni buningda yana besibdi. Unutib qolmagan bo'lsam, bu qitim in'omni o'tgankidan ko'paytibdi. Shu bir necha qo'l shuncha ko'p pulga arzimdigandi. Men bu gazetni saqlab qo'yay. Bu e'lonning keyinida sirliq bir muhabbat tarixi bo'lsa kerak.
Xo'jayinlar dedeklar kuyib qoldigan ishni burunla anglagan. Bu bo'p baxmagan ish emas. E'landan qaraganda u qiz oq tanlik o'xshaydi. Sen yazgan atgirki turdi. Qadirlik dostum. Tansıq kiyib bağlı, tüzügrək kiyiminizin yoxluğudan əmdə qəm yeməzsiz. Sizning sirdaş dostunuz Arvalo. Ha, nim degan chiroyli ko'ylak bu Izora. Afsuski, uning bilan birga tansiq boramaysan-da. Men tansiq borman santa. Basan xatarlik emasmi? Xatarlik. Biroq men ömrümde bir qitimni tansiq berib baxmagan. Bəhmi bağım ba, şunu təvəkkül qıb baqaymikin deyman. Bu degining miras. Seni hech kim tanıyamaydı. Qaysi bir qul qiz bunda ko'ylak kiyalaydi. Arvaloq uni yaxshi ko'radiganligimni bildirmayman. Uning bu yerdan ketib ikkinchi qaytib kelmaydiganligimizni uqtirmayman. Ras, shundoq yozibdi. Qaranglar. O in'amni 15 milliondan 20 millionga ko'taribdi. Men sizning fikringizga qo'shilaman. U odam shu qizga oshiq bo'lmasa, bir qul uchun buncha ko'p pul xarjlamagan bo'ladi. 20 million liysqa bir chiroyli qo'riq keldigan tursa. Ah, to'g'ri deding. Bu e'lonni obdan saqlab qo'yay. Keyin adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan chog'larimda mushu materialga asosan ta'sirli muhabbat hikoyasidan birini yozaman. Ah, bu dedak xo'jayinni o'zining oldida tiz cho'ktiralikdek bo'lgandikin, xili yomon ekan Jumo. Təklifimni qabul qilganingiz uchun men bak xursand. Tansığı basınız, ko'nglingiz ko'tarilib qoladi. Dadam sizga rahmat aytib qo'yishimni topilgan. U sizga xo'sh demayli ketib qoldi. Vidoliga nima ish bilan ketdi? Bir navr ensini yo'qlab. U yerda tuquninglarning borlig'ini o'ylamabdimi? Siz so'qqigan ko'ylak bəhmi chiroyli ekan. Baba sanadim shunday chiroyli ko'ylaklarni tikalaydi ekan-a? Undaq emas. Poytaxt tiktirib keldim. Mariya, koni ko'yningizdan birini bergan, shuningga o'lchitib tiktirdim. Bu gapchi pul bor odamlar poytaxtga berib ishni bitirib kelalaydigan o'xshamamdi. Qalbiga o't tushgan kishi shunday qiladi. Sizga bo'lgan hisiyotimga nima astoydil qaramaysiz? Men barlig'imni sizga bag'ishlashga tayyor. Osmondagi oyni eppatsingizmi epralaymi? Xo'sh olay, mundaq hissiyotdan eg'iz ochmasangiz bo'lmamdi. Bu mumkin emas. Sizni ko'rsamla sizga yaqinlashqim keladi. Sizga bo'lgan muhabbatimni hayotimda bakra qadrlayman. Men Xo'sh bo'lay, bu gapni qilmang. Gaplaringizdan qattiq ta'sirlanibman. menga qarab seni yaxshi ko'rmayman dang. Javobingizni cho'qim anglashim kerak. Ko'zimga qarab turib seni yaxshi ko'rmayman dang. Men sizni intayin yaxshi ko'raman. Bu deganlaringizning hammasi rostmi, Tais? Buni menga Yanariya deb berdi. Poytaxtdan Fransiskoga xat ketgan. Yanariya ularning gaplarini anglab qopti. Leonsiyo siz tunuydigan Anita bilan to'y qildik. Bichar qiz. Yana bir qizning baxti qarib o'g'dekdi. Men bu to'yni cho'qim buzib yetaman. Meningmi Anitaga ichim og'riyotdi. Men poytaxtga berib kelay. O qiz Leonsiyo degan mutaham bilan to'y qilmasin. Bo'lmasa adam o'xshash nobud bo'lib ketadi. Men bir amal qilib bu to'yni cho'qim to'sishim kerak. Men aman bir kuni shunday deydiganligingizni biletdim. Suyimligim, sizga essam. Mening ota-onam o'lib ketgandan keyin o'zimni g'arib miskin his qilgan bo'lib qoldim. Uningga qo'shilib, men yaxshi ko'rgan qizim meni yaratmasa, hayot menga bek merayinsizlik qilgan bo'ladi. Sizni kim yaratmabdi? Qalbimda muhabbat o't ko'yibassa, siz meni do'stingiz qatorida ko'rdingiz. Bu meni yaratmaganlik olmay nima? Siz menga so'g'aqlik qildingiz. Rostimni aytsam, chidayolmay qolgandim. Endi o gaplarni qilmang, Arvalo. O'tgan ishlarni tagimayli. Meni chin dilingizdan yaxshi ko'rsangiz, mush fursatni g'animat bilib, ko'nglimizga gaplarni deyish olayli. Men sizni so'yaman. Meningcha muhabbat degan bu so'zni yozuvchilar bilan shoirlar nobud qilib etdi. Men sizni ko'rgan, sizdan so'yingan, sizga yaqinlashgan chog'larimda sizga bo'lgan cho'nqur muhabbatimni ta'riflashga so'z topolmay qolaman.
Evliyalar nimcilavat Saroza. Mening tilaganlarimga avliyolarmi javob bermay turolmaydi. Yaxshiroq tilovat tapsa yoki yomonliqlimi? Haqqoniyatni tilovatimi? Men avliyolarimizdan Izorani qo'riq yondirib kelib, unaqa tegishli jazo berishni tilovatimi? Dada, sizni behmi seg'indi. Men mo kagich seningdan ansirabli keldim qizim. Bika ansirabsiz. Hamma ish joyida. Bir ish chiqishi mumkin emas. Yo'lda charchagansiz Megil efendi. Rost charchidim. Biletçi. Paraxot biletini aldınız mı? Bilet elishda ta'lim 10 keldi. 30-yil bir yük paraxodi Lisabonga mangadi ekan. Paraxotni bizga loyiq o'rin buyurib qo'ydim. Guvanamlarımızdan çatak çıkmagandı. Chataq chiqmadi. Paraxot shirkatidagilarga xeli ko'p choy puli berdim. Gitələyimiz deb o'ylamaptı ekanman. Yana bir muhim xabarni sizlarga taqdim Muhim xabar demsiz? Men yana bu shirkatdan Amerikaga boradigan paraxot beltinimi setib oldim. Nəhayət yaxşı oldu. O paraxot 3-oyning 28-kuni yo'lga chiqar ekan. Demak biz Lisabonga berib bir oydek turib qolamiz. Uzun qolmay xatardan qutuladigan bo'ldik. Yoq, sal kichik kep qoldi janob Arvalo. Asli shundaq bo'ladi. Kiyivasiniz odatlanib ketasiz. Men bundaq pozir kiyimni ömrümde tunji qatim kiyishim. Turqingizni undaq emas taqu. Sizga tazim obdan keldi. Hey, men taxi qizimg'im bir aqur kiyim qilib bermadim. Undaq demang Ansirma efendi. Tansığı bağınınız üçün xoşal bo'lshingiz kerak. Bu qiz yasnishqa o'ltas kech kishi qopmaydi. Bizning saqlig'imizga 1 soatdan oshdi. Kutkining lachilik emasmi? Kechiringlar, sizlarni saqlatib qo'ydim. Sizning bundaq ay jamalingizni, sarvi qomatingizni ko'gili umrboyat saqlasammi? Rozi bo'latdim. Rost deysan, Xosay. Bu xat bizning qo'riq kapti ekan. Fransisko buni bu yerga avatibdi. Sana omad tilayman. Hürmetli Leoncio janoblari. Mening talabim bo'yicha gazetga yana e'lon chiqaribsiz. Biroq gazet mening qo'limga mana amdi tegdi. Siz men qo'ygan shartga qo'shilib, u dedakni tutib berguchiga berilgan inomni o'stiribsiz. Hozir men sizga kesib ayta olamanki, u dedak mening qo'limda qochib qutlamaydi. Eng kechiksa 10 kun ichida qo'rg'ingizga berib siz bilan ko'rishiman. Uzunga qolmay u dedagingiz tutilib, qo'rg'ingizga yetkazib beriladi. Mening arvaladın zadını erim kam. Nima degan chiroyli qiz? Nima deyapsan? Kechir Martin. Teqitim a qiz bo'lib qapti. Qara. Arvalo bilan birga kelayotgan Ervila xonim bu. O tangdasiz go'yarning o'zi ekan. O qiz rastli chiroyli ekan. Bu yerdagi qizlar uning Arvalo bilan birga kirganligini ko'rib, o'lgidek hasad qildigan bo'ldi-da. Sizlarni chin dilimdan tabriklayman. Janobi Arvalo doim sizning gapingizni qilib beradi. Menmi sizni tabriklayman, Ervila xonim. Mening siz bilan bek tanishqim batdi. Yaxshi do'stlardan bo'lib qolganligimizga ishonaman.
Men sizlar bilan ko'rishib, singlingni to'y qilishdan to'sash majburiyatim bor deb o'ylayman. Nima? Singlimning to'yini to'smoqchimidan tiqi? Sen qanchalik odam? Bu gapni qilishga qandoq mag'zing bordi? Bu yerga olaytan. Leonsioning qandoq odamligini sizlarga deb qo'yg'ili keldim. Mening talabimni yerda qo'ymassiz-a? Bu yoq ma'qul deydi. Arvalo menga sizni pianinoni yaxshi chaladi degan. Bu yoq bak oshiraytibdi. Rasman men yangi o'rgangan yaxshi chalamayman. Ichim pushib qolganda ancha-muncha chap qo'yaman. Kamtarlik qilyotdi. Pianinoni shundoq yaxshi chaladi. Muzikadan birini cheppasingiz, mehmonlar cho'qim xush bo'ladi. Shuncha ko'p odamning oldida xijil bo'ladiganman. Men bundaq so'rinlarni zodili chap baxmagan. Siz bu yerda birma odam yo'q deb o'ylab, pianino bilan notig'li qarang. Pianino cheppasingiz, ma'qulchimiz qilgan so'g'ingiz bo'lib qolar. Endi bu ma'qul deysiz, men chiqib e'lon qilay. Ilardo, siz muzikani to'xtatib turing. Xonimlar, janoblar, bu yoq bizning yangi do'stimiz Ervila xonim bo'ladi. O muzikada talantli qiz. Hozir o Lucia'nın talabiga binoan bizga Chopinning sonatalaridan birini o'rinlab beradi. Onun ko'ngli bek yedim. O nurg'un azob chekib, endi bir arvaludek yaxshi odamga ko'nglini berib edi. Onundan yana ayrilib ketadigan bo'ldi. Bumu uning o'zi uchun. Onu o'zining baxtini tepish haqliqi bu dunyo nima degan adolatsizdir. U bu yerdan ketib baxtini topa oladi. Biroq ko'nglidagi odamidan ayrilib ketdi. Yana birini topsin bo'ladi-ku. Bu oson emas. Sen mi bek umidsiz qaraydi ekansan? U bundoq yaxshi odamni ikkinchi topolmaydi. Yuragida ishq o'tining yolqinchishi mumkin emas. Izora ko'rinishda tansi xo'shalmaganda qilgan bile dardini o'zi biladi. U o'zi xalab ketgan tursa. U ichida qattiq azoblanib yuradi. Uning baxtli bo'lishini shunchalik orzu qilardim. Uning arvalo bilan to'y qilganligini, baxtli hayot kechirganligini ko'rsam deyman. Bu orzuyim ortiqchimi? Shundoq. Sal ortiqcha. Bizning hozirgi ahvolimizni aytganda, u tansidan chiqib, uyiga sog' salomat yenib kelalisa, Xudoga shukr deydim. U xalqning ko'ziga tushib qoldi. Bu xatarlik, Santa. Qo'lidan gurjak tushmaydigan Saraliqning qizi qandoq qilib bunchalik oliy ma'lumotga ega bo'la oladi? Shu emasmi, buningda bir sir bor. Shuda bir dehqon qizi bilan birga ushtin tut Babo Saynoda paydo bo'lib qolsa, uning qizi tangdoshsiz go'zal, uning ustiga bir necha chet el tilini bilsa, pianinoni shunday yaxshi chalsa, buningda albatta bir sir bor. Karolina, men bu ishni xotirlab bilib, obdan saqlab qo'yay. Kunlarning birida bir asar yozib qolsam, toza obdan dedal bo'ladi. Aşırı etmepti. Siz rastlı usta piyanini ekansiz. Rahmat sizga. Men demedimmi? Bu yoq bek kamta.
Mana, bunu ko'rib bak. Bilmedim. Tasavvur kuchim bak ishib ketdimi yoki u ikkisini o'rtasida biror munosabat bormi? Bu gizni bir necha kunning oldida setib olgan. Bu deydak Rio de Janeiro oblastining Campos shahridagi Santa Cruz qo'riqidan qochibdi. Ismi Izora ekan. Adang bilan Leonsioning yaxshi o'tmaganligiga qarabla Leonsion o'zgarmaydi degili. Uning ikkinchi xotinimi baxtli bo'lolmaydi degili bo'lmaydi-da. Leonsiodak odamning bir odamni baxtli qila olishi mumkin emas. U o'zini baxtli bo'lamaydi. Shuni bilishing kerakki, singlingni Leonsioga berdigan bo'lsang, hayotingda eng cho'ng xatoga yo'liqqan bo'lasan. Bu ishni yaxshiroq o'ylashaylik-jimi? Uning bir tog'a gapidan Leonsioning hech bir yomon tarafini bilamadim. Uning qochib ketgan qul qizga mabtun bo'lib yurgunichu. Bu xalqning topgan gapi. 20 million leys. Oldingizda turgan o qizni Izora deb o'ylamsiz? Gap yo'q shu. E'londagi bilan o'xshashmi? Har ikki qo'l e'londagi bilan o'xshash. Nima, ikki qo'l? E'londan ikki qo'lning gibi deyilgan bu. Olti bal ikkisi oshqo'lar bilan billa. Rasmo, janobi Martin. Bu bir tasadduqliq. Bu hargiz tasadduqliq emas. Bu qiz Qashqon qul qizning dal o'zi. Shundaqla o'ylagan bo'lsang, nima desam qulog'inglarga kirmagidek. Mana endi sen xeyli oqilona gap qilding, Enrik. Amiz xayr xo'sh. Meningcha, sen uningga qilchi yuz xotir qilmading. Men nima deb yuz xotir qilatdim? Bu xumpar bizning bo'g'izki o'g'limizni yo'q chiqarmoqchi. Shak shubsiz dal shular. Onunğa to'liq paket bo'lish kerak. Ikki qo'lning o'zi paket. Yo'q, janobi Martin. Bu faqat bizning gumonimizni kuchaytirdi, xolos. Buning bir amalim bor. Nima amalingiz bor? Men hozir ularni uyiga boraman. Nima ish qilasiz? Men shundaq bir ustalik qilamanki, ular menga o'zining qul ekanligini deb berdi. Xayrli kesh, Andres. Siz mening ismimni qanday bilasiz? Men hammani bilaman. Men sizlarga yordam bergili keldim. Janobi Arvalo bilan Megil apandi meni sizlarga jiddiy bir gapni aytib qo'yishga avatdi. Megil apandi. Izora hozir nihoyat xatarlik ahvolda. Uni birisi tunib qoldimi? Yo'q, hozircha tish. Xudoga shukr, biz tansida e'lon o'qigan bir odamni bayqab qoldik. U Izorani tanib oldi. Bu gapcha janobi Arvalom qo'shmamdi. U muxti, meni bu yoqqa shu evatdi. Narsa keraklaringlarni tezroq chiqishtiringlar. Ular hozirla yetib kelishi mumkin. Arvalo sizlarni qichishga tayyor bo'lsin dedi. Men bo'ldingiz. Boshqa ishlar bo'lib ketyapsizmi? Ishni bo'ldim, biroz beoram bo'laman. Bir dakika chiqib qoldim. Beni havosini o'zishib ketgan o'xshaydi. O'zlashib ketasiz. Asli teningiz ojiz bo'lsa kerak. Ketish xiyolingiz bo'lsa, ketsingizmi bo'ladi? Yo'q. Kelgandan keyin oxirgacha chiday. İnamni qanday bilishimiz? 20 million leysnimi? Tan yermidin bilishimizmi? Yo'q, o'g'lim. Hammasini sen al. Hammasini? Mening birli shartimga ko'nsangli bo'ldi. 20 million leys mening buldig'ali bo'lsa, har qanday shartga ma'qul deyman. Martin, mening shartim oddiyla. U direkni sen yolg'iz o'zing tutding. Bu ishga mening hech qanday chetishligim yo'q. Tamamen bo'ladi, Shanway. Yana bir gap. Uning asli qiyofatini hozirla ichib tashlaysan.
Mehmonlarning oldidami? Shundaq, mehmonlarning oldidilar. Men bu tekbas xotinning mizi chuvilgandan keyingi bashirsini ko'rmoqchi. Bir ig'izli gap qilsangiz, biz abadiy bugun oqshomdagidek baxtli bo'latdik. Meni kechiring. Gapingizni endi anglayolmayman. Hozir rostilla mijozim. Chiroyingiz totirib ketibdi. Men berib doktor chaqirib kelaymi? Yo'q, chaqirtmang. Charchab ketgan o'xshayman. Meni dadamni qishig'i olib qo'ya olasizmi? Acaba siz meni ozroq bo'lsin umidlantirmay ketamsiz? Umidlantirmay? Shundaq. Biroq o'zimda umid yo'qdirsa, Meni yaxshi ko'rmamsiz. sizni bahmi yaxshi ko'raman. Amsi ayting, men bilan to'y qilamsiz. Yo'q, bu mumkin emas. Agar chin dilingizdan erishmoqchi bo'lsangiz, dunyoda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Bu reallik emas. Ams nima? Buni deyamayman. Menga kelgan ofat. Kechiring, janob Arvalo. Bu xinim bilan ikki ig'iz paranglashsam bo'ladimi? Bu xinim bilan sening nima aloqang bor? Bu yoqni tanimsiz? Yo'q, tonimayman. Nima bo'ldingiz? Butun badaningiz titraydi. Bu bekor titrak emas. Janobi Martin. Nima ishingning balig'ini aytishni xohlamasan? Amsi bu yerdan nerkat. Meni zodi dadisingiz. Buningga hech qancha ish ketmaydi. Nayt afsus. Ammeylarning oldidilar jakalaydigan bo'ldim. Bu qiz. Siz qo'ltiqlab olgan bu qiz. Qashqon qul. Carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.